Assalomu alaykum, sizlar men Nazira Desert. Bugun sizlar men dasturxonning ko'rkini ochgan o'zgacha saviz rulet tayyorlaymiz. Alg'achili savizni blenderdan o'tkazib, ag'a tuz, murch sep, 3 qoshiq smetana jana 5 yumurtqani solib, birday masaga kelguncha aralashtirib olamiz. Aning ustidan 5 qoshiq unni solib, yaxshilab aralashtiramiz. 5 yumurtqani ag'ini olamiz dag'i, ag'aya ishtiga qo'shib qo'yib, appak bo'lib ko'rguncha 6-7 minut aralashtirib olamiz. Ana janag'i masamizga solib, astidan ustini qaray aqrin aralashtirib, birday masaga keltirib olamiz. Ushul vaqtda duxovkamizda jandirib qo'yamiz. Pergament qog'ozini suyuq may bilan tegiz qilib maylab, masamizga solib tegizlab olamiz. 160 gradusda 10-15 minut ichida pishirib olamiz. Kuyugizbo'y qarab pishirib olamiz. Hem nachinkasini tayyorlaymiz. Tvorожный sir, ag'a mayonez qo'shib, mikser bilan je bo'lsa blender bilan bir massaga kelguncha aralashtirib olamiz. Qo'zdiq uchun ko'k cho'p qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Qalog'ingizlarga yarasha sarimsoq qo'shsangizlar da bo'ladi. Pishib chiqqan rulet yuznasini pergament qog'ozini solib, ustini solamiz. Janag'i massamizni tegiz qilib surtib chiqamiz, jana aqrin rulet qilib o'ralamiz. O'ralgan ruletimizni qayradan pergament qog'ozini tig'iz o'rab, muzlatgichga 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Savizli foydali ruletimiz tayyor. Dasturxonga tortaversangizlar bo'ladi. Ruletni argizgan sayin pichoqni tozalab, undan keyin kesasiz. Retsept foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalimga qatorib, kommentariy yozganni unutmangizlar. Qayradan ko'rishguncha omon bo'lingizlar.